3 xonali kvartiramizda sotuvga chiqdi. Mana shunaqa tayyor remont holatda bir boshdan obzor. Bu yoq tarafimiz uyimizni oshxonasi hisoblanadi. Ko'rayotganingizdek, oshxonada prixoja meblimiz ham bor. Oshxonamizni mebellarini yaxshi sifatdagi mebellardan qilib qo'yganmiz. Yoqqan bo'lsa videoga hozirdan bitta like bosib ketamiz. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin deganlar kommentga inshaalloh so'zni yozib qoldiramiz. Bu yoq tarafimiz uyimizni bitta kichik yotoqxonasi yoki kichkina zali sifatida foydalansak bo'ladi. Bu uyimizda bitta o'zini konditsioneri ham bor. Bu yoq tarafimiz esa uyimizni asosiy zali hisoblanadi va zalini o'zini pardalari, konditsionerlari mavjud. Mana shu videoda ko'rib turgan deyarli barcha narsangiz qoladi. Bu yoq tarafga o'tamiz. Uyimizni yuvinish xonasi. Bu yoq taraf esa uyimizni asosiy hojatxonasi do'stlar. Endi esa uyimizni bolalar xonasini ko'rishimiz mumkin. Bolalar xonamiz ham kengina, yaxshi remont holatida. Albatta uyimizni narxini ko'pchilik qimmat deb o'ylasa kerak, lekin yo'q. Uyimiz Yangi Hayot Sputnik 16A da joylashgan 7 qavatli g'ishtli domni 5-qavatida. Umumiy maydoni 72 metr kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, $69.900. Kesinglar tepasida gaplashamiz. Mana shu holatida topshirib ketamiz. Shuna kalt qo'lingizga berib, dokumentlari hammasi joyida, bir kunda oformit qilib, bir kunda ko'chib kirsangiz bo'ladi. Pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.